Men 10 kun shug'ullandim. 10 kun tayyorlandimdan jangga keldim. Lekin ko'ryapsiz rezultatni. Normal sportning bolani oddiy media boys bo'lib turib o'rayapman. Bu endi media boys deyotganlar o'ylab gapiringizlar, bo'lmasa masalani qochirib qo'yaman. Tayson kelesi kim? Kelagisi menimcha Kamil karate bo'ladi. Nasib bo'lsa juzki tayyorlanaman 3 oy 4 oy. Normal rezultat qilaman, inshaalloh revanch olaman va yengaman. А что все Камиль карате? Boshqa yo'q ne? Boshqa endi hozircha mana shuni revanchlar bilan ko'payib Ты ketdi. так стоишь, вот так готов qaytadan драться, что ли? Bunusida boshqacha jang ko'rasiz. Men 3 oy to'g'ri yaxshi tayyorlanaman, bunusida o'ldiraman. Chiroyli nakount qiladi, ya'ni o'ldiraman degani, ya'ni o'dini ravona qiladi degani emas. Chiroyli jang ko'rsatamiz. Kamilden o'tilib qolganin qiyin bo'ldimi? Qiyin bo'lgani ko'ryapsizlar. Bitta yutqazganim, mana bu jangimda birinchi raundda shuni hal qilyapman. Demakki, yutqazish, yutishingga yanada sabab bo'ladi, motivatsiya bo'ladi. Men ko'zim to'yib ketdi. Izmat g'alaba qilaverdim. Dedim, o'zimni qo'yib yubordim. Bitta mag'lubiyat kechirdim, endi azort beraman deb shug'ullanaman. Normal juzk tayyorlanib, bunisidan yengaman deb motivatsiya oldim. Yutqazish menga motivatsiya bo'ladi. Yutqazish qachon zararim ishlamaydi. Men yutqazsam motivatsiya olaman va yanada kuchli bo'lib qaytaman. Sende motivatsiya ne? Motivatsiya shu. Yaqinlarim, otam, onam, oilam menga motivatsiya bo'ladi. Chunki men uy qilyapman hozir. Uy ko'taryapman, uyimga pul kerak. Mana shu jangni yengdim, endi uyim chotko'p remont bo'ladi.